Ko'kka parvoz qilgan qush misol, siz doimo baxtga intilib yashang, baxtdan bir qasr qurib, unda muhabbatga ko'milib yashang. Olamni bezovchi oppoq qor misol, orzularingiz ham ro'yobga chiqsin, hayotingiz esa asaldek shirin, tongdek munavvar va nurafshon kechsin. Tark etmasin sizni shodlik va quvonch, hayotingiz doimo nurlarga to'lsin, hamroh bo'lsin sizga mehr va ishonch. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz, qadrli obunachilarimiz. Mana shunday qutlug' ayyomlarda tavallud ayyomini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Hozir bizning loyihamizga yetib kelgan tabriklarni o'z egalari tomon yetkazish maqsadida ushbu qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Bizdan uzoqlashmang. Biz boshladik. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Muhammadjon aka, siz bo'lasizmi? Sog' salomatmisiz akajon? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bemalol. Rahmat. Sizni yaqinlarimga tabriklar suvi loyihasidan bezovta qilmoqdaman va mana shu loyiha boshlovchisi Diyora bo'laman akajon. Avvalambor sizni shukrona kuningiz va tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qarshilagan yoshlaringizga yana ko'p yoshlar qo'shilsin. Har bir oningiz go'zal xotiraga, shirin lahzalarga boy, omadli, barakatli yoshlar bo'lsin akajon. Rahmat. Aytganingiz Minnatdorman akajon. Bilasizmi, bu dunyoda sizni judayam yaxshi ko'ruvchi, hurmat qiluvchi bir mehribon insoningiz bor ekan. Mana shu inson tomonidan go'zal va ajoyib bo'lgan tabriknoma yetib kelgan. Xo'sh, taxmin qilib ko'ring-chi, kim bo'lishi mumkin? Bu yaqin insoningiz. Bunaqalar ko'pda endi qaysi biri aytgan bo'lsa hayronman. O'zi bu inson kim bo'lishi mumkin? Taxmin qilib ko'rasizmi? Yaqinlaringiz orasida. Hozir sizni aytsam, xavf. Yo'q, xafa bo'lishmaydi. Qarindoshlaringiz orasidan akajon kim bo'lishlari mumkin? Filmda keladi. Birozgina yanglishdingiz. Yana boshqa taxminlaringiz bormi? Olamdi bu ishlar. Yana birozgina yanglishdingiz. O'ylab ko'ring-chi, qarindoshlaringiz orasidan. Oila a'zolaringiz emas, qarindoshlaringiz orasidan. Qarindoshlaringiz orasidan. Kim? Yo'q, bilmayman. Mayli, sizni qiynamasdan o'zim ayta qolaman akajon. Sizni yaxshi ko'ruvchi, mehribon, bitta amajoningiz Yoqutxon opamiz bo'ladilar. Bizning tabrik loyihamizga murojaat qilganlar va eng ezgu samimiy tilaklarini bizning loyihamiz orqali sizga yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar akajon. Endi esa birozgina qimmatli vaqtingizni olsam, siz uchun atalgan go'zal va mehrli dilnomalarni ham sizga yetkazib qo'ysam degandim. Maylimi? Mayli, bemalol. Tashakkur. Unda qabul qilib oling va bizdan uzoqlashmang. Rahmat. Jiyanjonim, bugungilik shukrona kuning muborak bo'lsin. Yuzingda har doim tabassum bo'lsin. Qalbingda esa ezgulik va orzular yashasin. Omad, baxt, sog'lik doimo sen bilan bo'lsin. Allohim seni doimo o'z panohida asrasin. Aziz jiyanim, bugun sening dunyoga kelgan kuning. Bu Allohning bizga bergan eng go'zal ne'matlardan biri. O'zingga ishon, orzularingdan aslo voz kechma. Qadri qaddidan-da baland bo'lgan jiyanim. Alloh seni har bir yomonlikdan asrasin. Hayotingga fayz, qalbingga nur, ko'zlaringga shodlik ato etsin. Har kuning esa senga bir yaxshilik olib kelsin. Dunyoyu oxiratda yuzing yorug' bo'lsin. Men uchun sen oddiygina jiyan emas, balki yuragimning bir bo'lagisan. Sening kulging baxtim, sening yutug'ing mening faxrim, sening borliging eng katta ne'matdir. Qadrli jiyanim, men seni juda ham yaxshi ko'raman. Boringga shukr.
Jiyan deyish oson, ammo ma'nosi chuqur. Yuragimda alohida men uchun g'urur, qonimdan tomgan bir tomchi, qalbimdagi jon, ko'zimning qorasi, qalbim quvonchi. U faqat qarindosh emas, jonimga yaqin. Har kulgusi yuragimda chiroqdek yalin, sirdoshim, faxrim, ba'zida dildan ham yaqin. Jiyan emas, o'zimniki, jondan aziz yaqin deya go'zal dilnomalarni yakunlab qolganlar. Omajoningiz, akajon, omajoningiz uchun dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Biz esa yetkazib qo'yamiz. Men nomimdan ham endi kattakon rahmat yetkazib, Zoliya Mustafa degan aytaman. Men aytdim-ku, adashib qo'yishim mumkin. Ko'nglingiz ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi, akajon? Bugungi kunimdagi eng chiroyli tabrik anaqada shu bo'ldi. Ertalab sizga bog'lana olmadik, iloji bo'lmadi. Endi yana bir telefon qilib tabriklamoqchi bo'ldik, akajon. Yo'q, men hech qanday ko'ra ketdim. Xursand bo'ldingizmi? Shunaqa samimiy. Rahmat, sizdan qattiq xursand bo'ldim. Biroqgina kayfiyatingiz ko'tarildi, menimcha ta'sirlandingiz. Yig'lab yubormadingizmi? Quvonch ko'z yoshlari, mayli. Xursandchilik bo'lsin har doim. Sog' bo'ling. Sizga ham samimiy suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun, akajon. Sizga ham katta rahmat. Ishingizga omad. Tashakkur, rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi kuningizni xayrli va barakatli o'tkazib oling. Rahmat. Salomat bo'ling. chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qoshi ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qaddingiz minordek bo'lsin, do'stlarning bag'ridan ayrilmay sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, yaratgan asrasin sizni iloyim. Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin xudoyim. Sevingim seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.